Assalomu alaykum gilos ishqibozlari akalar. Giloschilik sohasida xudo xolasa o'z hissamizni akalarimizga gilos boq qilaman deyotgan akalarga qo'shishda do'stlar harakat qilyapmiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev do'stlar zamonaviy bog'larni, zamonaviy giloslar ekilarida hozir men sizlarga do'stlar hamma zamonaviy giloslar ko'rsataman. Ichida to'g'ri 3-4 xil nav bor. Bo'lmaydi, bo'ladigan bo'ladi, bo'lmaydigan bo'lmaydi. Men vodiyga qaysi nav ekish kerak, voqaga qaysi nav ekish kerak, tog'li hududga qaysi navlarda ekish kerak, ekmaslik kerakligini albatta hozir kalibrlarini o'lchab, mazasini ham hozir ikkita uchta gilos ko'rsataman. Qaysi biri zo'rligi do'stlar. Mana bir boshdan ko'rsatamiz. Giant Red ko'rib turibsizlar, rangi, bliski, qattiqligi, Nimba, o'sha eng ertagi giloslardan Sweet Ariana, Valavoy, shu qo'qon gilos deyishadi Toshkentda, Vishna, Bichi gilos deyishadi. O, mana anaqa Carmen o'z-o'zini chaynatmaydi. Bahor gilos, Skina, mana Skina bu eng trendda yurgan Skina deb yurardik, mana hali ham pishgan yo'q, maydaroq bo'ladi. Glazer bu ham pishgan yo'q do'stlar. Mana Lapensda juda ko'pchilik yaxshi bo'ladi. Toshkentda Parken, So'qoq, Bo'stonliqda do'stlar mana shu o'zini chaynatadigan, ko'p hosil oladigan, kalibri tog'li hududda yirik bo'ladigan Lapens gilos bo'ladi. Royalty o'sha ertaki gilos. Bu gilos do'stlar Sweet Lawrence. Xudo xolasa hozir men kalibrlarni o'lchatib, o'zi giloslar ko'pi Valavoy giloslar do'stlar 28-30 bo'ladi. Bilasizlar, yirik bo'ladi Toshkent giloslar. Endi men sizlarga klassik degan nima borda bitta 32-34 eng lider gilos deganda kalibri yirik deydigan mana. Xo'p, biz boshlaymiz. Boshidan eng yirik giloslarimizdan hozir yaxshilab e'tibor beringlar. Hamma ko'rsa zo'roqqa borib olavering. Mana. Buni qo'ymaylik mana. 32 34 32 Giant Red gilos do'stlar. Kommentariyaga qaysi gilos yoqsa sizlarga do'stlar, o'shani yozib ketinglar. Esingizdan chiqmasin, hozir yozinglar, podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'yinglar. Giant Red 34 juda yirik do'stlar. Mana 34 ga qarang, mana. Tepsini qopqoq bemalol kirib chiqadi. Qopqoq. Bu 30. Endi Nimba, shu ertagi giloslardan bittasi. 34 32 34 juda yirik gilos. Bular ham juda balkash deydi. Sweet Ariana do'stlar, ko'proq Sweet Arianalar do'stlar bir xil bo'ladi, bir xil yetiltirib beradi. 32, 30, 32 bo'ladi. Hammasi bir xilda bo'ladi. Zo'r gilos, ichi qattiqligi, ichi ham qora qizli bo'ladi. Valavoy gilos 30 bo'ladi. O'zimizning Toshkent gilos 30 bo'ladi, 32 ga ham tushmaydi. 32 34 Carmen gilos. Bitta minusi bor buni, o'zini o'zi chaynatmaydi, ichiga chaynatuvchi qo'shasiz. O chaynatuvchi qilib skina qo'shyapti, guli teng gullamayotgani uchun yaxshi chaynatmayapti skina ham. Buni shuning uchun unchalik o'zini chaynatganlarni ko'proq eshitishni tavsiya beraman. Bahor skinalar, menimcha bitta skinalar 30 ga ham yaqinlashmasa kerak, 30 ga ham. Bu kechki gilosda, mana 28 bo'ladi skinalar. Endi xo'p. Glazer ham 32. 32 bilan hali pishmagan, bu kechki gilos do'stlar. Hozir Giant Red gilos, Nimba, Sweet Ariana, Sweet Lawrence giloslar tugab bo'ldi. Uji 100 mingdan sotilib tugab bo'ldi. Hozirda eng pishayotgan giloslar Lapens, Glazer, Skina, shu giloslar qolgan xolos. Carmen bor, bugun terilyapti Carmen. Mana Sweet Lawrence o'sha italyanskiy deyiladi ko'p joyda. Ko'pchilik italyanskiy gilos so'raydi. Italyanskiy emas, Sweet Lawrence bo'ladi o'sha gilos. 32 bo'ladi. Bu anaqa vitamin sepilmaydi. Vitamin sepsiz bundan ham yirik bo'ladi. Ko'pchilik vitamin sepib 34-36 qilyapti. Bizga shu 32-34 yetadi do'stlar. Endi hozir sizlarga ta'mini o'lchab ko'rsatamiz. Xo'p. Boshlaymiz. Xo'p. Giant Redda shakar miqdorini o'lchaymiz. Bismillah. 30. Rektorda do'stlar shu paytgacha 30 chiqmadi. Valavoy ham bahor ham 30 chiqmadi. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar. 30 Giant Red ekan. Do'stlar pishgan payti do'stlar. Giant Red do'stlar 30 da urdi, hali beri 30 urmadi do'stlar. Endi do'stlar
Nimbani ko'rsatamiz. Nimba. Tom endi. Qancha shakar miqdori o'shancha baland bo'lsa, shuncha qattiq bo'ladi gilos. Nimba gilosi 22,5. Bu ham zo'r. Royaltiyagilar 15-16 shakar miqdor beradi, do'stlar. Akalar, endi hozir sizlarga men tavsiya qiladigan bitta gilos navlari tavsiya qiladigan olamiz, do'stlar. Bu yerda agar siz vodiy territoriyasida bo'lsangiz, Sweet Ariana ekin, Giant Red ekin, Nimba ekin, Nimbani tog'li hududlarimiz bor, yerlarga yeyish tavsiya beraman. Issiq joylar bo'lsa, bo'laveradi Nimba ham. Sweet Lawrence, Giant Red, Sweet Ariana ekishni tavsiya beraman. Endi xo'p, qaysi birini eksam qiynalaman deyotganlarga to'g'risini aytamiz. Mayda bo'lib qoladi yoki o'zini chaynatmaydi desangiz. Buni o'yindan olib chiqamiz. Skina do'stlar, bu kechkiroq narx qulaganda yoki tushib ketganda pishadi. Xo'p, glazram pishmaydi do'stlar. Bu karmen, bu ham yaqindan ko'rsating. Yirik gilos, yirik. Ming afsuslar bo'lsin, hozirgi zamonda do'stlar o'zini o'zi chaynatadigan gilos ekishdan kerak. Mana 5 yilda do'stlar o'zini chaynatgani uchun endi meva kirishni boshladi. O'zini chaynatmaydi qoladi. Buni ham ekishni tavsiya bermayman, to'g'risi. Valavoy gilos o'zini chaynatmaydi. Glazerda u darajada 100% deb nimamiz, tajribamiz yo'q. Endi hozir ko'rsatishyapti. Oz olgan, lekin kam olgan. Misol bog'i yo'q hech qayerda. Endi xo'p, vodiy muhitida do'stlar Sweet Ariana, Giant Red, Nimba, Sweet Lawrence ekiladi do'stlar. Royal Tiagoni ertaki joyga yoki tiplisasi bor joylarga 450 mingdan sotildi bil ko'rgan bo'lsalaring internetda Royal Tiago. Lekin ertaki joylarda ekiladi. Bu Royal Tiago yaxshi gilos, lekin Royal Tiago pishdi deganda endi uzilganda do'stlar Giant Red, Sweet Ariana, Nimba pishib sindirib tashlashi mumkin do'stlar. Bu shuning uchun bizni vodiyda mana shu Giant Red, Nimba, Sweet Ariana, Sweet Lawrence ekilar. Vohalarga do'stlar, Lapens ekilar kechkiroq. Eng qizig'i do'stlar, Lapens gilosi do'stlar, o'sha Toshkentda eng yaxshi ko'radigan Parkentda, So'qoq, Zarken, Shampan qishloqlari bor, Bo'stonliq, Angren, Ohangaromlarga eksangiz, bu kechroq pishadi, yirikroq bo'ladi. Ohangaromda do'stlar bu Lapens gilosi do'stlar 34-35 ga chiqqan kalibri. Shuning uchun buni tog'li hududlarga ekinglar. Bu Nimba, Royal Tiago, Sweet Arianalarni issiqroq joylarga eksalaring, ertaroq terib, korobkalarga $10 dan sotaverasizlar. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Sizga qaysi gilos navi yoqdi do'stlar? Giant Red yoqdimi, Nimbami, Sweet Arianami, Sweet Lawrencemi, Lapens yoqdimi, Carmen yoqdimi akalar? Agar kimga buni ishonch hujjatlari kerak bo'lsa, telefon qilsalaring, biz borib yerlarni ko'rib, o'rganib, qaysi nav to'g'ri kelishligini va ko'rsatib, xudo xolasa birgalikda maqsadlashib ekamiz. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, yana shunaqa obzor qilmoqchi bo'lsak, plus belgisini qo'yinglar kommentariyga, yana shoftolardan xuddi shunaqa chiroyli qilib sizlarga yetkazib beramiz. Bu videomiz sizlarga albatta foydali bo'lgan degan umiddamiz. Sog' bo'lasizlar.